Valentin Yudashkin, Roberto Cavallini mehnatiga ketgan uyimizni obzoriga kelganmiz. Uyimizni egzeli, ikkalovi bir xil. Hozir ichini ko'rsatib o'taman. Bu uyimizga kirish qismi. Bu yerda master spanni o'zini sanuzul garderobi bilan birga. Uyimizga kirganda shunaqa bitta hol qismi. Bu zinadan ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu yerda oshqozonimizni sharsalasiga qaragan vid bilan. Bu yerda gazsuvoy. Bu uyimizning hozir fasad qismi asvejit qilinyapti. 10 kundan keyin to'liq obzori kutib qolinglar. Uyimiz Yunusobod tumanida 4-kvartalda joylashgan. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qilasizlar. Pastda nomerlarni qoldiramiz.